Assalomu alaykum qadrli firma o'z obunachilari. Mana xudo xolasa yana bitta yangi obyektimizga kelamiz. Obyektimiz haqida ma'lumot beramiz. Ishlatilgan materiallar haqida ham ma'lumot beramiz. Xo'sh, obyektimizga kelsak, obyektimiz razmeri bu devorgacha 24 metr, bu eni 22 metr bo'ladi. 22 metr bo'ladi. Mana ish jarayonidan video qilib boryapman. Bu joyda to'qilyapti. Joyimiz Qo'qon shahrida. Xo'p, joyimizga kelsak, firmalarimiz bu tarafiga qarab tashlanadi. Arasi 1.40 dan bo'ladi. Xo'sh, firmalarimiz razmeriga kelsak, orasi 1.40 dan bo'ladi. 1.40 dan bo'lgandan keyin har biri mana shu tarafiga tashlanib ketadi. Mana bu joyda ikki qator ustuni bo'ladi. Bu yerda ustuni bo'ladi, bu devor tarafda bitta ustuni bo'ladi. Firmalarimiz razmeriga keladigan bo'lsak, hop, yangi metaldan ishlatilgan. Yangi metaldan ishlatilgan 6 ga 4, 6 ga 4, ichiga 4 ga 4 materialdan ishlatilgan. Mana shu yerda ko'rishlaringiz mumkin, mana ichi 4 ga 4 material. 4 ga 4 mana shunday ketgan. Xo'p, razmerlarimiz balandligi firmamizda 1.20 balandligi. Xo'p, mana shu joydan u joyi arasi 1.40 ga etdi. Mana shu yasalish jarayoni yangi metaldan ishlatilgan. Xo'p, joyimiz sizlarga to'liq ma'lumoti yangi metaldan ishlatilganda joyimiz 1 kvadrat 220 ming so'mdan bo'lyapti. Klient hech narsani olib bermaydi, faqat tunikani o'zini olib beradi. 220 ming so'mdan bityapti. Yangi metaldan. Yaxshilab o'ylab ko'rsalaring, konteyner metalni ham 250 ming, 300 minggacha boryapti. Yangi metaldan shu darajada arzonki, yangi metalning qulayligi 10 metrda stigi bo'ladi. Eski detalda bo'lsa, konteyner metalda anaqa 260 ta bittadan choki bo'ladi. Mana shu joyimizga xudo xolasa videoni olib boramiz. Yana bu terilgan holati, yana bitish jarayonigacha video qilib boramiz. Xudo xolasa kuzatib borishda davom etinglar, like bosinglar. Like bosib tarqatib qo'yinglar.